Assalomu alaykum. Ismim Ilhom Uralov. Maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 1-kurs magistrantiman. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz bu pedagogika oliy o'quv yurtida ilmiy tadqiqot metodlari mavzusi ekan. Ilmiy tadqiqot metodlari. Buning rejasi shuki, pedagogika oliy o'quv yurtida ilmiy tadqiqot metodlari, ikkinchisi pedagogika ilmiy tadqiqotning asosiy bosqichlari, uchinchisi pedagogik taqdimotning metodlarining tasnifi kabi rejalar qo'yilgan ekan. Xo'p, pedagogika oliy o'quv yurtlarida ilmiy tadqiqot metodlarini ta'lim jarayonidagi muammolarni ilmiy asosda o'rganish va ularni samarali hal etishga xizmat qiladi. Tadqiqot jarayonlari nazariy metodlar, tahlil, umumlashtirish, taqqoslash hamda empirik metodlar, kuzatish, so'rov, eksperiment kabi metodlar qo'llaniladi ekan. Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanadi hamda ilmiy xulosa va takliflar yordamida shakllantiriladi. Bu metodlar bo'lajak pedagoglarga ilm berishda ularning kasbiy malakalarini shakllantirish, rivojlanishini takomillashtiradi. Pedagogikaning ilmiy tadqiqot metodlari ning shakllanishi avvalambor tarixga nazar tashlagan bo'lsak 19-asrning oxirlariga kelib tarqaladi. Ya'ni 1987-yilda amerikalik pedagog J. Jule'ning tajribaviy maktabi pedagogik eksperiment metodining ilmiy asosini yaratdi. 20-asr boshlarida esa 1905-yil, 1930-yillarda Yevropada kuzatish, test, so'rov hamda o'sha metodlari keng qo'llanila boshladi. 1960-yil, 1980-yillarda esa pedagogik tadqiqotlar, statistik tahlillar, modellashtirish kabi jarayonlar avj oldi. Pedagogikaning ilmiy tadqiqot metodlari. Ilmiy tadqiqotning mazmuni mavjud yoki bir qandaydir muammoni, hodisani ilmiy asosda o'rganish, uni tahlil qilish, yangi bilimlarni yaratish jarayoni hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida faktlar yig'iladi, nazariyalar solishtiriladi va ilmiy gipoteza tekshiriladi. Olingan natijalar asosida ilmiy xulosa va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi, ya'ni pedagoglar tomonidan. Ilmiy tadqiqotning mazmuni avvalo haqiqatni aniqlash, ilmiy asoslarning yechimlarini taklif qilish, adabiyotlar bilan ishlashni o'z ichiga oladi desak mubolag'a bo'lmaydi albatta. Pedagogik ilmiy tadqiqotning asosiy bosqichlari muammoni aniqlashdan boshlab natijalarni tahlil qilishgacha bo'lgan izchil ilmiy jarayonni o'z ichiga oladi albatta. Muammoni aniqlash, mavzuni tanlash, o'rganilishi kerak bo'lgan pedagogik muammoni bog'lab olinadi, ya'ni belgilab olinadi. Maqsad, vazifa, obyekt, predmet va gipotezani aniqlab ham olish kerak. Tadqiqotning yo'nalishi va ilmiy farazi belgilanadi. Nazariy manbalarni o'rganish, adabiyotlarni ilmiy maqolalar, tajribalar tizimli tahlil qilinadi. Va mana shu tarzda ilmiy tadqiqot asosini rejasi belgilab olinadi. Pedagogikaning ilmiy tadqiqot metodlari, empirik metodlar, ma'lumotlarni yig'ish, kuzatish, so'rov, test hamda eksperiment o'tkaziladi. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, statistik va mantiqiy tahlil amalga oshiriladi. Xulosa va tavsiyalarni tayyorlash, ilmiy natijalarni umumlashtiradi hamda amaliy natijalarga beriladi ekan albatta. Pedagogik tadqiqotning metodlari odatda 3 ta asosiy guruhlarga bo'linadi. Nazariy, empirik va statistik metodlar. Nazariy metodlarga tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va shakllantirish va modellashtirish kiradi. Empirik metodlarga esa kuzatish, so'rov, intervyu va tekst, eksperiment va hujjatlarni o'rganish orqali amaliy ma'lumot yig'ishni ta'minlaydi. Statistik hamda matematik metodlar esa to'plangan ma'lumotlarni qayta ishlash, solishtirish va ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishda qo'llaniladi ekan albatta. Pedagogik tadqiqotlar metodlarining avvalambor ularning o'zini alohida yarasha guruhlari bo'ladi. Bu guruhlarni bayon qilishdan oldin sizlarga bir ma'lumotni eslatib o'tmoqchiman. Avvalambor pedagogik ilmiy tadqiqot olib borish uchun talaba ma'lum bir bilimga ega bo'lishi kerak, ya'ni nazariy bilimlarni egallagan bo'lishi kerak albatta. Ya'ni bunda guruhlarda nazariy metodlar, tahlil qilish, sintez qila olish, taqqoslash, umumlashtirish kabi qobiliyatlari bo'lishi kerak har bir magistr yoki talabaning deyiladi. Xo'p, bugungi mavzuyimiz qisqacha shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.
berilgan qisqacha ma'lumotlarim unumli bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan Ilhom O'rolov maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 1-kurs magistranti bo'ldi. Hammaga rahmat.